Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining haftalik muhim xabarlar sahifasi. Men Gulchehra. Navbatdagi programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Yipq tarbiyalash lagerlariga odam apirishda aktiv rol elayotgan bir amalliq mudirning urug' tuqqanlaridanmi 5 kishining tarbiyalashda ekanligi oshkorlandi. G'ulji shahrining Bayonda yesliq mazkur amalliq mudiri o'z kentida hijrat qilishga tayyorlik qilayotgan 3 kishining ahvolini soqchilarga ma'lum qilgan. Soqchilarning bu yip uchiga asosan delo tekshirishi natijasida Bayondayda hijratga tayyorlik qilayotgan 30 kishini tutqun qilib, bir qismi qamoqqa kesilgan. Ko'p qismi yipq lagerlarga so'langan. Mazkur amalliq mudiri bu xizmati uchun 2 qitim mukofotlangan. Ammo yipq tarbiya do'lqinida uning bu ko'rsatgan xizmati e'tiborga ilinmagan. Uning aka-ukalarining va ayolining qarindoshlarining farzandlaridan bo'lib 5 kishi tarbiyalashga elib ketilgan. 16 martdan 18 martgacha Norvegiyaning Oslo shahrida 3 kun davomlashgan 15-navbatlik Uyg'ur yoshlarini kishilik huquq, demokratiya va qonuniy bilimlar bilan tarbiyalash kursi natijalik oxirlashdi. Bu qitimki kursga Norvegiya, Amerika, Kanada, Shvetsiya, Angliya, Germaniya qatorliq ellardan kelgan 60 tak yosh Uyg'ur siyosiy aktivlari, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Yevropa parlamenti xodimlari va har soha mutaxassislari qatnashdi. Kurs qatnashgan yoshlarga xalqaro kechirim tashkilotining xizmatlari, Norvegiyadagi Tibet Uyg'ur tashkilotlarining faoliyatlari, Vakolatsiz millatlar tashkilotining xalqarodagi faoliyatlari tanishtirildi va Uyg'ur milliy davosini unumli taraqqiy qildirishning turli yo'llari o'rgatildi. Turkiyadagi Uyg'urlar 20 mart kuni Turkiyadagi cho'ng partiyalarning biri bo'lgan Millatchi harakat partiyasining 12-navbatlik qurultayiga qatnashgan. Turkiyaning joy-joylaridan kelgan 500 nafardek Uyg'ur Anqaradagi bu zo'r ko'lamli qurultayda Uyg'urlarning vaziyatini anglatgan. Millatchi harakat partiyasining boshlig'i Davlat Bag'chili echilish nutqi so'zlaganda Qashqarga salom yo'llayman degan. Millatchi harakat partiyasi Istanbul sho'basining mas'uli Mustafa bu qurultayning Uyg'ur bilan turk qarindoshlarining do'stlik o'rnatishi uchun yaxshi fursat bo'lganligini bildirgan. Qurultayga qatnashgan Uyg'urlar ichida ayoli va onasi tarbiyalash lagerida tutib turilayotgan Abdurahmon Hasanmi bor bo'lib, u qurultay jarayonida inglizcha, arabcha, turkcha yozilgan 700 parcha varaqchini tarqatgan. G'ulji shahrining Bayonda yesida bu yil 35 yoshga kirgan zehni ojiz Hanifa Kerimmo bir oydan beri G'ulji shahridagi atalmış tarbiyalash markazida tutib turilmoqda. Kent amalliq mudiri o'zlarining Hanifa Kerimning zehni ojizligidan xabar borligini, soqchilarning Hanifa Kerimni tutishda uning salomatlik ahvoli bilan hisoblashmaganligini aytdi. Vaziyatdan xabardor kishilarning bayon qilishicha, yipq tarbiyalash to'lqini jinoiy qilmishga emas, balki milliy kimlikka qaratilmoqda ekan. Shunga Hanifa Kerim zehni ojiz bir ayol bo'lsa-mu, lekin u bu lagerning chetida qolmagan. Uyg'ur avtonom rayonida davom qilayotgan yipq tarbiya to'lqinida 1980 va 1990 yillar tug'ilgan yoshlarning Xitoy doiralari tarafidan xatarlik avlod degan nom bilan qora tizimlikka kirgizilganligi va mushu yillarda tug'ilgan kishilarning umumyuzlik holda tarbiyalash nishoni qilinayotganligi oshkorlandi. 16 mart kuni Norvegiya poytaxti Oslodagi Nobel erkinlik sarayida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatidan ma'lumot berish nomli yig'in o'tkazildi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlari, Norvegiya parlamentining bir qism a'zolari, Rafto kishilik huquq fondi vakillari, Norvegiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining xodimlari, shundaqla Norvegiya Uyg'ur komitetining a'zolari, Norvegiyadagi Uyg'ur jamoati hamda Dunyo Uyg'ur qurultayining kishilik huquq, demokratiya, qonuniy bilimlar bo'yicha tarbiyalash kursiga kelgan Uyg'ur yoshlari bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashgan. Yig'inda so'z qilgan kishilar Norvegiya hukumati va xalqni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga selayotgan zulmlarga sukut qilmaslikka chaqirgan. Yig'inda so'z qilgan Norvegiya parlamentining a'zolariga Uyg'urlar bu haqdagi fikrlarini o'tirib qo'yib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan ig'ir besim siyosatini tanqid qilgan.
15 mart günü dünyanın her qaysı joylarida birli vaqtda o'tkazilgan Uyg'ur xonim qizlarining bir ovoz, bir qadam norozilik namoyishida muajiratdagi Uyg'ur yoshlari o'zlarining Uyg'ur davosiga bo'lgan fidokorligi va Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafratini amaliy harakati orqali namoyon qildi. Shuning bilan birga muajiratdagi Uyg'ur davosida izbosarlarning to'liqlanib mengayotganligini dunyoga namoyon qildi. Uyg'ur faoliyatchilar bu haqda so'z qilib, yoshlarning bu qadar aktivligi Uyg'ur davosining uzilib qolmaydiganligidan bishorat beradi dedi. Her soha kishilari Uyg'ur davosining keyingi izbosarlarining zo'r natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshlik bildirmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosining Tor televiziyasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Xayr xo'sh.